Xususiyatlar: nekromancer E daraja, ustalik 0%, asosiy qobiliyat ruhni singdirish va foydalanish, qo'shimcha qobiliyat statistikani doimo oshirish, qo'shimcha effekt siz ruhning qobiliyatini olishingiz mumkin. Men qobiliyatlarni o'zlashtira olamanmi? Qo'shimcha effekt siz ruhning qobiliyatini olishingiz mumkin. Bu xuddi o'limga yaqin bo'lganimdan keyin tez tuzalishga erishganim kabi. Qobiliyatga ega bo'lish oson emas. Men bunday o'zgacha qobiliyatga ega bo'laman deb o'ylamagandim. Albatta, bu qobiliyatda imkoniyat katta. Shu bilan birga omadimni sinab ko'rishim kerak. Siz ma'lumotlaringizga kirdingiz. Daraja qiyin. 4-qavatdagi a'zolar 1508 tadan 880 ta. 3-marta bo'lganim uchunmi kuch istalada uydagidek his qilyapman. Nima? Keyingi sinov haqida ma'lumotmi? Kim Sengjun. 4-qavatdagi sinov topshiriq emas, balki birlashtirilgan sinovga o'xshaydi. Birlashtirilgan sinov nima u? Bu alohida narsami? Bu yerda hamma bir xil sinovda o'tadi shekilli. Faqatgina men yaxshi tushunmadimmi? Birlashtirilgan sinov? Biz partiya bo'lib ishlashimizga to'g'ri keladi. Kim Sengjun. Men oshirib yuborgan bo'lishim mumkin. Lekin bu sinovda biz raqobatlashamiz shekilli. Bu sinovda men boshqa birovni o'ldirishim kerakmi? Siz boshqa jamoadoshingiz bilan uchrashasiz. 4-qavatdagi sinov bir kundan keyin boshlanadi. Umumiy sinov sharti: Goblin qirolini o'ldiring. Qatnashchilar jamoasi o'ladi yoki tirik qoladi. Qatnashmaganlar uchun jazo: o'lim. Bu noqulay. Men shu paytgacha faqat yirtqich hayvonlarni ko'rganman. Biz bir jamoamiz. Nega o'zimizni tanishtirmaymiz? Mening ismim Li Heyon. Men jamoaga yordam beraman. Va men E darajali ovchi edim. Ovchimi? Bizning ovchimiz unchalik yomon emas shekilli. Mening ismim Li Sun-hon. Men yaqin janglarga ixtisoslashganman. Va men E darajali ovchi edim. Nega u bunday qarayapti? O'ylaymanki, u E darajali ovchi bo'lsa, katta kuchga ega. Tanishganimdan xursandman. Men Han Sun-yunman. Men yaqin janglarga ixtisoslashganman. Va undan tashqari, men ovchi emasman, lekin ovchi bo'lishni xohlayman. Nima? Ovchi bo'lmoqchimisan? Faqat meni bezovta qilmang. Ishonchim komilki, men o'z ishimni qila olaman. Umid qilaman. Men seni ogohlantiraman. Agar jamoani orqaga tortsang, seni jamoadan chiqarib tashlayman. Men bunga o'rganib qolganman. Menga past baho berishlariga. Yangi, faqat orqada yur va qiziga g'amxo'rlik qil. Men uni yoqtirmasam ham aytishim mumkinki, u o'zini himoya qila oladi. Sinovlar minorasida hamma narsa mahoratdir. Sinov mavzusi 3-3 jang. Jamoadoshingiz bilan ularni mag'lub eting. Endi qal'a eshiklari ochiladi. Bu goblinlar qanday qilib uyushgan holda jang qilyapti? Yangi ovchi, nima qilyapsan? Menga yordam ber. Jang qil. Siz hatto nima bo'layotganiga e'tibor bermayapsiz. Tez orada asonni tugataman. Kutib turing. Tezroq meni kuchaytir. Hozir. Men barcha asonlarimni ishlatib bo'ldim. Ovchi Li Heyon, meni kechirasiz. Men unga yordam beraman shekilli. Yo'q, kutib turing. Han Sun-yun. Agar siz jang qilsangiz, meni kim qo'riqlaydi? Nima? Qanday qilib? Bu ahmoqlar. Janorsan. Jamoada yangi ovchi bo'lmaganda edi. Yangi ovchi Li Sun-yun, iltimos orqaga qayting. Siz hozir charchagansiz. Siz goblin ovchisi maqomiga erishdingiz. Ular mening xususiyatim va mahoratimni ko'rmaganga o'xshaydi. Men bu ruhlarni bemalol o'zlashtira olsam kerak. Shunday emasmi? Ruhlar tufayli statistikangiz doimo oshadi. Kuch 3 ga oshdi, chaqqonlik 4 ga oshdi, chidamlilik 2 ga oshdi, bardoshlilik 7 ga oshdi. Goblin qo'riqchisi ko'nikmalardan biri o'zlashtirildi. Ko'nikma, Ranger bilimi, mahorat 0%,
Xususiyat: yaqinlashayotgan dushmanni aniqroq ko'ra olasiz. Mening ko'rish masofam, mening ko'rish doiram kengaygandek tuyuldimi? Ajoyib. Omading kelganga o'xshaydi. Senga kuchsiz goblinlar duch keldi, ammo sen yaxshi jang qilding. Men bundan keyin yetakchilik qilaman va buyruqlar beraman. Menimcha bu jamoamiz uchun yaxshiroq bo'ladi. E'tirozingiz yo'qmi, janob Li Sun-Hun? Tushundim. Bundan keyin nima qilaman? Shunchaki ovchi Li Hyonni himoya qilasiz. Li Hyon, siz esa avvalgidek yordam berasiz. Men tushundim. Oxirigacha sizlarga yordam beraman. Endi esa qidiruvni davom ettiramiz. Barcha goblin ruhlari o'zlashtirildi. Mahorat 11% ga oshdi. Mahorat 12% ga oshdi. Qolgan vaqt 14 soat 37 daqiqa. Goblinlar vaqti bilan paydo bo'ladi, ammo hozir negadir jimjitlik. Nima bo'ldi? Bu axir. Menimcha bu yerda bizning raqiblarimiz bo'lgan. Ular qanchalik tez? Hali sovib ulgurmagan. Demak, shoshilsak, ularga yetib olamiz. Agar raqib bizdan oldin bossni topsa, biz topshiriqni tugatmaganimiz uchun jazo olamiz va hammamiz o'lamiz. Shoshilishimiz kerak. U kim? Men asta-sekin goblinlarni o'ldirdim. Bu ularning oxirgisi, to'g'rimi? Ahmoqlar. Sen zo'rsan, Li Sun-Hun. Ajoyibsan, Hyun. Hamma ishni men qilyapman. Hoy, Li Jin-Ho. Nima, hamma ishni qilayotganimdan xursandmisan? Yo'q, albatta, Hyun. Nima bo'lsa ham, borib bo'z xonasi darvozasini och. Keyin tezda orqaga qayt. Xo'p, hozir ochaman, Hyun. Janarsan. Shartlar bajarildi. Raqib jamoasining barcha a'zolari Goblin qirolining spiral minorasiga kirishadi. Boss jangi faqat 2 jamoadan bittasi qolganda boshlanadi. Hech kim belgilangan maydonni tark eta olmaydi. Bu yana nimasi? U yerda kimdir bor, Hyun. Janarsan, ular kim edi? Men o'zim ular bilan jang qilaman. Li Hyun, mening epchiligimni kuchaytiring. Qolgan sehrni Li Sun-Hunga ishlatishingiz mumkin. Sen kuchli ekanligingni bilaman, chunki kuchingni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ammo bu odamlar yirtqich hayvonlardan ko'ra qo'rqinchliroq bo'lishi mumkin. Tushunarli. Agar xavf tug'ilsa, senga xabar beraman. Unday bo'lsa, men sizga qo'shimcha sehr qo'llayman. Omad sizga. Chaqqonlik 2 ga oshdi. Chaqqonlikni oshirish 10 daqiqa davom etadi. Men o'rtacha ovchidan yaxshiroq ekanligimni isbotladim. Va bu yerda 30 dan goblin o'ldirdim. U kelyapti. Tayyorlaninglar. Men ularni albatta mag'lub etaman.